Hammaga salom. Bugun sizlar bilan make-up qilib, men haqimda bilmagan faktlarni aytib beraman. Videoni boshlashdan oldin aytib ketayman. Oldin ham o'zim haqimda gapirib berganman, lekin videoim pastda qolib ketgani uchun ko'pchilik men haqimda ma'lumotlarni bilmas ekan. Men 2007-yil 25-sentyabrda tug'ilganman. Bugun 25-avgust, rovna bir oydan keyin 19 ga to'laman. Yana hammani qiziqtirayotgan savollardan bittasi: maktabda bitirib o'qishga kirdingizmi? Ha, men maktabda bitirib o'qishga kirganman, lekin 3 kun o'qib chiqib ketganman. Hozir savol berishlari mumkin, qanaqa o'qish ekan, u 3 kun o'qib chiqib ketadigan. Tibbiyot yo'nalishi meni yo'nalishimga tushmagani uchun sirazi chiqib ketganman. Sizlar yana bilmagan bitta fakt: sport bilan ham 3 yil qatnashganman. Kurslarda o'qib, sertifikatlarim olganman. Birinchi olgan sertifikatim tadbirkorlik va biznes asoslari bo'lgan. Ikkinchi sertifikatim bo'lsa kompyuter mutaxassisi, ya'ni IT sohasida o'qiganman. Uchinchi sertifikatim bo'lsa mobilografiya SMM yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Oxirgi olgan sertifikatim bo'lsa bu hunar masteri. Yana sizlarni qiziqtirgan bitta savol nima deb o'ylaysizlar? Instagram vloger yozishingizni qachondan boshlagansiz? Men Instagramda vloger yozishni qishda, ya'ni fevralda boshida boshlaganman. Fevralda boshlagan bo'lsam, avgustgacha 33300 ta podpiska yig'dim. Tezda profilimga kirib shu paytgacha bo'lgan harakatlarimni kommentda baholab ketinglarchi. Yana sizlarni eng ko'p qiziqtirgan savol shu: bo'yim